lekin kimdir do'nirasiga men kasbiga qoldim-da, ishsiz qoldim. Bitta o'zim emas. Shunaqa holatda 2025gacha shu holatda biz eshigimizdan foydalanib kelganmiz. Yaxshi, to'xtang, mana meni ishlang. Siz bilan xohlagan joyingizga boring. Mana taqiqlari bor, men tajriba qilishdi, menda bor asoslari. Itkinga ham buni ushitlarda yurarmidim. Metrasini qorog'ina qilyapti, lekin men sizlar taksida borib bularni ogohlantirish beryapman. Yuringlar, yordam beringlar desa. Qonun bo'yicha qancha bo'lish kerak? Mana siz armiyasiz. İşiniz dersizlikte 6 metre kaçış gerekiyor. Lekin bo'lmasa 1 metr yondan 1 metr bo'lish kerak. Qani 1 metr? Mana Yo, sizlarning ayblaringiz uchun kimdir mas'uliyatga qaramaganda yonboshchi qurilish e'tibor bermagan xolos. Men bularga izoh qilmoqchi emasman, lekin kimdir do'nirasiga men kasbiga qoldim-da, ishsiz qoldim. Bitta o'zim emas. Meni o'sha kuni yanvar kuni bo'lgan to'polon janjal qilishyapti, bular Roshan aka qilishyapti, nima janjal? Bizni eshiklarimiz so'kilib vidolari bor. Yuring, yordam bering desam, o'tirib olib o'rganishadi. Agar shular kelib, shu kuni faz kelib oydinlik kiritishganda, balkim vaqtinchalik ishimiz yopilmagan bo'larmidi? Shu kungacha mana ovoragarchilik qilib, daysalarda yotib chiqmagan bo'larmidim? Sovuq kunida men ishonmasangiz, bugun sovuq kunida qolib ketdim. Bularni aybi bo'yicha. Hokimiyatga borsam, hokimimiz Ahmedov Nasim akaga biriktirib, bor qonuniy o'rganib berdi, jo'natib yuborishdi. Xo'la, qarang. Ahmedov Nasim aka o'zini qilib bo'lib qoldi. Boraman, keyin boraman, ko'tarib keyin boraman dedi. Ha, bu keyin borishar ekan, bojalar o'tib qoldi deb tushunib, 14-kuni yanvar kuni hokim bilan ko'rishyapman. 15, 16, 17, 18 o'sha seshanba kuni 19 bo'lyapti. Yotdi-da mana shu kungacha. Chunki meni migamga nima ta'sir qilgani uchun har kunni yodlab yuribman. Yozib ham yuribman. Uyimda turibdi. Hammasi isbot bilan. Kameralar bilan isbotim bilan. Men hech kimga tuhmat qilganim yo'q, hech kimni obro'yini tushirganim ham yo'q. Faqat niyatim mana shu o'rtada qolib ketgan oshxonani ochish maqsadi. Qayerda ochiladi? Ayting, mana qayerda turamiz mana. Kirish xoti yo'q. Mana bonjourga qarashli. Aqqa tarafga o'ting, aqqa taraf olib o'tamiz, ko'ringlar. U ham bonjourga qarashli. Mana shuni o'rtasi bizniki. Mana shuni o'rtasi. Bu endi Fedoringa berilgan. Mana shu yerda oldin nima qilib tashlanib yurgan? 2025-avgust oylarida qurilish boshladi. O'shanda qurilish boshlaganlarida temir panjaralar yopib qo'yishdi. O'shanda bizga aytishyapti, qurilish qilyapman, olim to'y ishchiga aytishgan. Qurilish qilyapman, mana uni yopaman degan tashkiliy qilib, buni qo'shnichilik. Sizlarga nimani beraman? Mana xaridorlarni nima xudogasimiz-ku. Mayli deb kelishdik. Endi baq o'yin qilib turib bizga endi tushunyapmiz-da maqsadlari nimaligini. Yo'qlar qilib rahbar deyishyapti, mana boshqa restoranning rahbari deyishyapti. Nimaga rahbar? Rahbarni nima sababdan himoya qiladi? Qonun hammaga barobar. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev munofiq aytishyapti. Saida Mirziyoyev aytishyapti, ayol kishiga bering imkoniyatni. O'g'irlik qilaylikmi? Nima qilaylik? Ayting. Ilojimiz yo'q-da. Xulosa berish. Xulosalarga ko'pchilik mumkin. Chizmalari bilan deylik. Meni qiziqtiryapti narsa hayotda. Xo'p, buniki bo'lgan deylik, bu joyda. Kirish qismiga tegishli deylik. Opani kirib chiqish qayerdan bo'lgan? Oldin. O'shaning uchun biron ko'tarsa. Ana holatga chiqadi. Odam bo'lgan. Bular aslida. Yo'q, birinchi kelgan kuni aytdimki, opa dedim, biz sizga xo'p, bularni hisoblasak ham nimada kelib chiqadi? Bizni oldingi rasmi bor, chiqadi mana. Mana ularni degan holat. Mana. Biz mana shu yerda mana bu taraf, mana o'ng tarafda bo'lgan eshigimiz. Orqa tarafimiz ham bor. Buni bo'lmagan. Ha, mana 2025da bunaqa qilib qo'yapti. Mana ko'ring. 2025da bunaqa qilyapti. Lekin 2016da mana shunaqa holatda 2025gacha shu holatda biz eshigimizdan foydalanib kelganmiz. Bu amaki bizni aldab, ikki tashkali imorat turib, xaridorni ko'rishdan beramiz deb
bizga o'yin qilib, keyin mana menga ham zo'ravonlik qilib yopib olishdi. Qo'limizdan hech nima kelmayapti. Majbur bo'lyapmiz ariza berishga. Oldingi holatda eshigimiz mana kadastrda mana eshigimiz kirib chiqishlari yo'llari bo'lgan. Proyektimiz borda eshiklarimiz kirib chiqish yo'llari. Eshigimiz bor. Bu eshigimiz hozir daychadan bular haqda hali bu bo'ladi. Bu hozir kirmaydi. mana shu bizni devorimiz. Mana shu oshxona. Mana sara devorani ishdi. Mana. To'sgan ularmi? Ha? Darvoza biz qo'yganmiz. Yo'q. Sen yo'q deyishdi-da. Bonjournikida. Mana. Hozir buni darvoza, mana bu darvoza bonjourga qarashga xohlasalar ochishadi, xohlasalar ochilmaydi. Lekin biror narsa siz qorovullar tashlaydi. Urush bahona qiladi. Lekin mana shu devor bizniki mana. Uzoqdan ko'rsanglar mana bo'yalmagan shu masofagacha. Bizni chiqish yo'limiz chetda bo'lganda chiqib hamma foydalanadigan tunnelga o'xshagan yo'l bo'lganda nima mototsikl borda kartoshka bizni o'zi kartoshka olib kirardi. Bayt ochiq bo'lganida to'sib oldi. Bilmagan bizni eshigimiz chiqish yo'limiz. Mana eshikni ular yopib oladi. Bu zo'ravonlikka kirmaydimi? Nimaga kiradi? Men shuni deb nima qilaman? Qachon kiraman mana? Kelsa ham balo qoladi. Mana shu Tomal tomondan deb ketyapsiz mana u. mana shunda, mana shu o'rtada turgan. Mana yerda, mana uni mana bekitdi, mana u bekitgan. Mana buni eshigiga, mana chiqish bo'lgan. Mana bunday esga kirib turib, mana yerdan kirilgan. Oldidan, tunnelning yonidan kirilgan edi. Mana nima bo'lgan edi. O'rtada qolib ketgan o'sha meniki. Hammasini o'rtasida qolib ketgan. Rasmdimi? Yo'q, rasmda endi. Ichki ishlariga xodimlariga ichki ishlar xodimlariga isbotlab bera olmadi. Nimani? Mana shu yerga kelsak kirmaysan, kelmaysan, yaqinlashmaysan. Mana bitta sizlar uchun asos. Mana bitta amaki, yana bitta amaki bolalar bor. Ana qorovullar, ahlana suv olishga bolalar. Kegizmaydilar. Ha bizni eshigimiz tagiga yo'qmiz, kelolmaymizmi? Yo bonjour shunaqa rahbari Qo'qonda mana shu yerga ziloning fonni egallab olganmi? Kim huquq bergan shu bonjour Ravshan akaga? Qanaqa huquq berilgan? Mana shu yerga kelmasligimizga. Biz qayerga boraylik? Ayting aka.